Yana ko'rishamiz Tokyo. Yili 2 ayning 24 kuni. Zavol pardasi ostida qarayib turgan Miyotaki-mo orqamizda qoldi. Bizdan ayrilishga ko'zi qiymagan Hindistonlik qo'shnimiz Zubayda bekatda yigona petqib qoldi. Uning bizni uzatgandagi holatni mening xotiramga zavol oralash singib ketdi. Bizning uning bilan bo'lgan do'stligimiz samimiy mehr va aqida ustiga qurilgan edi. Bizmi amalsiz holda uni tashlab ketib o'tdik. Mana Tsorogi vokzalimi qilib qoldi. Xo'sh dedim hammaga. Bu atrofdagi ko'chalar va daraxtlar, daryo va o'stinlar menga xeyli tonish bo'lib qolgan edi. Ular menga Yaponiyaning odamlariga qaraganda illiq tuyg'u beradi. Ular bilan mening o'tiramda tabiatga bo'ladigan dilkashlik mavjud edi. Kanazawaga berib Tokyoga boradigan avtobusning biletini setib oldik. Bugun ruhiy holatim yengil edi. Chunki men Yaponiya jamiyatining kishining aqlini orig'i elib, qalbini orig'i olmaydigan puruqtirma muhitidan suzilib chiqmoqda edim. Uning ustiga seg'ingan vatanimga ketib o'tdim. Vatanga berib boshliqimning chiroyiga qarayman. Har xil yo'qlamalarning bo'sog'isidan bir amallarni qilib o'taman. Har xil ko'zlarning orasida timis qilib mo'ngiman. Iddiyamdan o'tmagan so'rinlarga boraman, ditimga yoqmagan gaplarni deyman. Demak, hamma narsa bilan murassa qilib yashayman. Men vatanimdimi murassachi, vatan sirtidimi murassachi. Tugumas murassa davomida mendagi o'zimga oid narsalarning hammasi aynib ketadi. Shundaqdimi, bugun oqshom biroz yengil edim. Nimali degan bilan ajdodimning mozorlari yotgan vatanimga qaytaman. Avtobusning mingishiga biroz vaqt bor edi. Biz Belaset vag'in xonining uzun koridoridagi o'rindiqda o'ltirib vaqtni to'shqizdik. Babur uya buyaga chepib yuradi. Bulbulnaz vatandagi savoqdoshlari ham sinf mas'uli bilan qandoq ko'rish haqida so'zlaydi. Go'yo bolalarning qaytish tuyg'usida erishish va yo'qotish o'ttirisidagi murakkab hissiyot yo'qdek qiladi. Ular ota-onasi nada bo'lsa shu yerda xushallikqa erishalaydi ekan. Ota-ona bolalarning vatani degan shu bo'lsa kerak. Vaqt to'shib avtobusga chiqdik.
Avtobusdagi o'rindiqlar 3 rat edi. Biz 3 kishilik bilet elib Boburga olmadik. Chunki bilet sotquchilar balanglarni quchoqqa elib olaman desanglar, balaga bilet olmasanglarmi bo'ladi degan edi. Yo'lovchilar o'z o'rinlariga joylashib bo'ldi. Bobur zapas ep qo'yilgan o'rindiqqa joylashtirildi. Boshda aytganimizdek, Yaponiyada avtobuslarga bilet sotganda yo'lovchilar shirkati har ehtimolga qarshi 2-3 o'rinni zapas qoldirdi ekan. Biz avtobus xodimiga deb yurib o'rnimizni tangshab bir yerga jam bo'ldik. Avtobus xodimi yo'lovchilarni sanashga boshladi. Deraza pardasi tushirildi. Ko'cha chiroqlarining yo'riqi bo'lmag'achqa avtobus ichi qorong'u edi. Yaponlar o'rindiqda o'ltiribla uxlashga boshladi. Men taqib berilgan yufqa adiyalni yepinib o'rindiqimni qing'aytdim. Bir kecha safarda o'tdi. Avtobus bizni atigandala Tokioning Shinjuku rayoniga tushirdi. Havo tutuq edi. Biz bosh bekatning ustidagi qavatlarga chiqib, ommaviy tozaliq uyiga kirib yuz ko'zlarimizni yuvmoqchi bo'ldik. Yuktoqlarimizning ko'p qismini Narita xalqaro aerodromiga yo'llab etgan edik. Qo'limizda kiyim-kechaklarimiz, tozaliq buyumlarimiz qachilangan somka va boshqa ushshaq-tushshaq narsalar bor edi. Bularni mo yengil deb ketgili bo'lmaydi. Yuktoqlarga navbat bilan qarab tozalanmoqchi bo'ldik. Balalar yuzlarini yuvib chiqib bo'lgandan keyin tozaliq uyiga kirdim. Qiziq ish, bu kuni hayotimda tunji qitim pul tepib oldim. Men o'ltirgan bo'limchida kimdir biri hamyonini unutib qopti. Hamyon intayin oddiy bo'lib, uni boy odamlarning hamyoni demak tas edi. Hamyonni echib qarasam 2 tuman yin bor ekan. Ya'ni 1400 yon xalq puliga to'g'ri keladi. Tozaliq uyidan chiqib hamyonni Jamilaga ko'rsatdim. Biz hamyonni soqchiga topshirib bermoqchi bo'ldik. Jamila hamyonni bekatning soqchisiga topshirib bergili ketdi. Uning deyishicha, soqchi uning pasport nomerini xotirlab olmoqchi bo'lgan ekan. U biz 2 kundan keyin qaytamiz deb o'zri aytibdi. Bu yerning qoidasida pul tepib olganlar pulni soqchiga topshirib berganda, soqchilar ularning pasport nomerini xotirlab oladi ekan. Agar 20 yilgacha pulning egisi chiqmasa, pul ana shu tepib olg'ichiga qaytariladi ekan. Agar egisi chiqsa, egisiga topshiriladi ekan. Egisi pul tepib olg'ichiga muvofiq so'yinchi beradi ekan. Tepib olgan pulni soqchiga havola qilib etganimizdan ko'nglim ozoda bo'lib yo'g'rib ketdi. Mana bu insondagi diyonat xohishidan uyg'onadigan tabiiy rohat. Bizga insonlarning rahmati va so'yinchisi kerak emas. Balki insof kerak. Jamiyatning har bir kishisi o'zining ma'naviyatidan tabiiy urg'ib chiqqan insofi bilan boshqalarga muomala qilsa, har kim uning mo'l mevasidan osoyish ham xushallik topadi. Menga ana shundoq osoyish kerak. Yurtimdagi bir oqsoqolning bolalik davrimda shundoq degani esimda. Yaxshilik qil dajligi jondin, berur sana bayovandin. Ma'nisi, yaxshilikni dajla daryosiga qilsang, uning nesivasi bayovandin qaytadi. Biz noshta qiladigan joy izlashga boshladik. Biz chiqqan qavatdagi abjil bir g'arbchi tomoqxonaning bog'liqini viviskaga qarab o'qdik. Lekin bu yer texi echilmagan edi. Mulozimlarning tomoqxonani ichish tayyorligini qilayotganligini aynakdan ko'rgili bo'ladi. Biz tomoqxona ichilishini kutdik. Ozroq vaqtdan keyin tomoqxona ichildi. Biz tomoqxonaga kirib, cho'shqa meyi ishlatilmagan bolkalardan surishti qilib oldik. Uni salat va sut bilan yedik. Qo'saq echib qog'ashqimikin bugungi nashta alohida lazzatlik bilindi. Tomoqxonadan chiqib, poyezd bekiti tarafga mangdik. Tokioning osmoni bugun so'rin talat bo'lib, yomg'ir yog'adigandek qiladi. Amdiki nishonimiz Yipak yo'li madaniyat klubining mas'uli Shiroyishi apandining ishxonasi edi.
Uning bilan shu yerning vaqti soat 8da ko'rishadiganligimiz to'g'risida to'rda tutishib qo'ygan edik. Tokioning temir yo'llari irmash-chirmash. Gohida zaminning ostida, gohi ustida so'zilgan temir yo'llarda tok poyezi oyog'i uzilmay qatnab turadi. Yer ostiga kirsangiz, vokzal supillarida odamlar daryo bo'lib oqadi. Bu yerda har kim o'z yo'lida, har kim o'z ko'yida. Go'yo bir-birining gapini anglamas, bir-birini ko'rmas. Vokzalning ostida vokzal. Mundaqcha aytganda, Tokio qavatlik shahar edi. Yer osti vokzalning eng cho'nquri 300 metrdan ortiqmish. Shuncha murakkab qurilma va sistemalardan tuzilgan dasta-dasta temir yo'llardan oldirab bir chatoq chiqmaydi ekan. 12 million nopusga ega bundoq katta shaharning odamlarida yuksak astoydillik, inchkilik va mas'uliyat, pokizlik ingi bo'lmagan bo'lsa, shaharning o'zi turli qabohat bilan to'lgan ko'hi qopqa aylangan bo'ladi. 1 kvadrat kilometr o'rinda 5500 dan ortiq odam yashaydigan bundoq shaharda alohida boshqarish san'ati va fuqarolardagi ustun ongliqlik bo'lmasa, uning oqibatini qandoq tasavvur qilish mumkin? Tokioda har qanday xalta ko'cha, ommaviy hojatxonalar, vokzallar shundoq pokiz, shundoq tartibli. Buningdan Yaponiyadagi maktablar ma'orifi va ommaviy ma'orifning qaysi darajada ilmiylashganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Biz qatnash saqchilaridan yo'l so'rab yurib, murakkab temir yo'llardan o'ngishliq o'tdik. Orada tamtirashlardan xoli bo'lmadik. Vokzaldan chiqqanimizda shaqirab yomg'ir yig'yotdi. Tokioda binolar shuncha zish bo'lishiga qaramay, yo'l bo'ylarida, do'qmushlarda, binolarning o'ttirisidagi kichik maydonlarda gullik bor edi. Gullikni bo'ylagan o'rindiqlarmi ko'p bo'lib, yo'l yurib charchaganlar orom olaman desa qolaylik edi. Biz Shiroyishi apandining ishxonasini topolmay tinib yurdik. Ko'chalarda bizdek piyodalar noyta oz edi. Musofirligimdan xudiklangandek bo'ldim. Oxir tor ko'chaning bo'yidan o'rin olgan 4 qavatli koni binoning biz izlagan bino ekanligiga jazm qildik. Ehtiyotli qadamlarimiz bilan binoning 3-qavatiga chiqib ko'zlagan ishxonani topolmay biroz arisaldi bo'ldik. Binoning palampaylarimi, koridorlarimi tar edi. Ipak yo'li madaniyat klubi desa, xeyli hayvatlik binoning bir qavatidan o'rin olgan hashamatlik bo'lmalarni ko'z oldimga keltirgan edim. Amaliyotda undoq bo'lmay chiqdi. Biz dilog'ul bo'lgan holda bir eshikni chaqdik. Eshik ochildi. Jamila eshikni ochgan apandi bilan tanishlardek salomlashdi. Uning Shiroyishi apandi ekanligini jazm qildim. Shiroyishi apandi bizni xonaga boshladi. So'zinchoq uyning eng ichkari tarafiga qo'yilgan divondan o'rin oldik. Uy 20 kvadrat metrga baramdi qandaq deb o'ylab qoldim. So'zinchoq tar bu uyni Uyg'ur madaniyatining kichikkina muzeyi deyishga bo'ladi. Divan choy ustida Uyg'urcha uslubda qo'yilgan edi. Yada gilam tamlada Uyg'ur diyoridan keltirgan tutar, ravab va boshqa qo'l hunar buyumlari esilgan. Dasturxonmi Uyg'urcha tayyorlanibdi. Non bo'lmasimi bolka tayyorlangan. Bolka nepiz to'g'ralgan edi. Uyda yana kompyuter va xat bosqichlarmi bor edi. Diqqat qilib qarasam, ko'zdan yiroqroq bir yerda Uyg'urlarning foto suratlari turadi. Qaraganda bu Yaponiyadagi Uyg'ur o'quvchilarning faoliyatlaridan ko'rinishlar bo'lsa kerak. Ro'shanki bu uy Ipak yo'li madaniyat klubining ishxonasi edi. Biz ko'chada tamtirab yurib biroz kechikib qoldik. Buning uchun Shiroyishi apandiga o'zru qo'ydik. Shiroyishi bizga sinchay quyib o'dildagi divanda o'ltirdi. Yomg'irda azroq to'ng'an bo'lsa kerak, o'ri ko'tarilib turgan qiziqchay xush yoqdi. Uymi illiq edi. Talada yomg'irning shaqiragan ovozi. Shiroyishi o'ttir bo'y tambal odam edi. Kang ham oq o'ngi, uning qo'yiq qora qoshlarini texma gavdalantirib turadi. Manglidan cho'qqisiga qadar sochlari tushib bo'lgan edi.
u odatda surligirak bo'lsa-mu, kulganda muloyim ham illiqlashib ketadi. U bir qarasa Mo'ng'ul chiroy Uyg'urlarga o'xshab ketadi. Chiroy ifodasimi Uyg'ursamon ko'rinadi. Biz choy ishkash birdam ahvollashdik. Urumchidagi bir Uyg'urning uyiga kirgandek bo'ldim, dedim men Chiroyishi apandiga Uyg'ur tilida. Tokyodagi shaharda yotsirgan qalbim bu yerda taskin tep qoldi. Bu uyni Uyg'ur madaniyatining kichik bir muzeyi desa bo'ladi ekan. Chiroyishi gapimni anqiramay turib qoldi. Jamila gapimni yaponchaga tarjima qildi. Chiroyishining chiroyiga kulki yugurdi. Chiroyishining aytishicha, Tokyoning yaqin atrofidagi Uyg'urlar bu yerga haftada degidek bir qitim yig'iladi ekan. Vatandan kelganlarni kutish, tug'ilgan kunini o'tkazish, hayit, Noro'z faoliyatlari qatorliqlarning hammasi mushu uyda bo'ladi ekan. Chiroyishi bir albomni elib ko'rsatdi. Uningda Chiroyishining muqam ansamblining kishilari bilan tushgan surati turadi. U to'p kiyvalsa, Xanzuchida o'qigan Uyg'urning naq o'ziga o'xshab qoladi ekan. Albomda yana bir qism Uyg'urshunos yaponlarning Urumchi, Qashqa hotellarda tushgan suratlari, Yaponiyadagi Uyg'ur o'quvchilarning klub nomida o'tkazgan faoliyatlaridan tortilgan suratlar bor edi. Klubda maxsus taklif qilgan chiroyli usulchi qizlardanmi bir ikkisi bor ekan. Albomdagi suratlardan va Chiroyishi apandining bayonlaridan qaraganda, Yipak yo'li madaniyat klubining faoliyati hozirga qadar usulni muhim ko'zir qilib kelgandek turadi. Demisimi usulga tarjima ketmaydi. Zarur bo'lganda temasi aniq bo'lmagan usul harakatimi damalliqqa Uyg'urlarni tushunmaydigan yapon xalqiga arzimay qolmaydi. Men sizga 2 kitob og'ash keldim, dedim Chiroyishi apandidagi albomni ko'rib bo'lgandan keyin. Bular sizga arzimdikin tang. Kitobning biri Uyg'ur shoirlarining she'rlaridan tuzilgan Salg'i teshi degan to'plamning Xanzuchisi edi. Chiroyishi kitobni xushallik bilan qo'liga oldi. Bu bek yaxshi bo'ldi, dedi u kitobni varaqlab. Bu kitob aslida Uyg'urcha tuzilgan, ondan Xanzuchaga tarjim qilingan. Tarjima qilganlarmi Uyg'ur shoirlari. Kitobni tuzish va tarjima qilish ishlariga men qatnashgan, dedim Chiroyishi apandiga tushuntirib. Chiroyishi apandi gapimni tingshig'ash kitob varaqlaydi. U o'ziga tonish Xanzu yeziqi orqali qaysidir bir misrani tushunishga urinadi. Orqadan Chiroyishi apandiga yana bir kitobni taqdim qildim. Bu Abduqodir Jaloliddin maqolalari degan mening maqolalar to'plamim edi. Men kitobning titoliga beg'ishlama yozdim. Chiroyishi apandi kitobni varaqlab kitobning temasini so'radi. Kitobda adabiyot, madaniyat va ma'arifga doir davrimizdagi bir qism masalalar muhokama qilinadi, dedim men javoban. Men bu kitobni bu yerdagi Uyg'ur o'quvchilarga tarjima qildirib anglayman, dedi Chiroyishi apandi. Bu arada eshik chekildi. Chiroyishi kiring degandan keyin biraylan kirib keldi. Assalomu alaykum, dedi u oldimizga kelib. Biz o'rnimizdan turib uning bilan salomlashdik. Uning bilan ikkimiz qo'l elishib ko'rishdik. Tanishishlardan ma'lum bo'ldiki, uning ismi Amir Rahman bo'lib, Qumul shahridan ekan. 2002-yil 5-oyda Tokyoga kelib yapon tili o'rganib, hozir qonun o'rganib yetibdi. Amir biz bilan ko'rishib bo'lib qozon beshiga o'tdi. U tayyorlangan poloni isitib oldimizga akeldi. Pah, Tokyoda Uyg'ur polosiga eg'iz tegadigan bo'ldim, dedim men mamnun bo'lib. Shug'unisi sovib qoldi, dedi Amir. Hech qisi yo'q, dedim men javoban. Aslida Chiroyishi apandi bizni keladi deb bu taomni tayyorlatqizgan ekan. Amirmi Chiroyishi apandining talabiga asosan yetib keldi. Chiroyishi apandi, dedim men tamoqdan keyin. Sizni ba'zi savollar bo'yicha ziyorat qilsam qanday qaraysiz? Uyg'urlarga gaplaringiz bo'lsa og'ash ketay degan edim. Bo'ladi, dedi Chiroyishi apandi qizg'inlik bilan. Amasi suhbatimizni boshlayli, dedim men. Ustalning usti yig'ishtirildi. Choy qayta damlandi.
tamoq issiq bastimi qandaq Bulbulnas bilan Bobur divanda o'ltirganicha uxlab qolgan edi. Shiroyishi apandi nepiz yepincha akilib berdi. Uni balalarning uchisiga yapdiq. Shiroyishi apandi, sizga o'qimishlik Uyg'urlar qiziqmay qolmaydi. Hozir qilayotgan ishingiz haqida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Shiroyishi apandi biroz turib olgandan keyin gapini boshladi. Aramizda Jamila tarjimon bo'ldi. Yaponlar, Tibet, ya'ni Zangzu, Uyg'ur va Mo'ng'ullarga qiziqadi. Lekin har bir millatga bo'lgan qiziqishining ma'nosi o'xshamaydi. Ularning ichida Yapon xalqining bakrak toniydigini Tibet bilan Mo'ng'ul. O'rta Osiyoda yashagan shuncha shuhratlik Ipak yo'lining markazida turgan Uyg'urni biladigan kishilar intayin oz yoki yo'qning o'rnida. Men o'rta maktab davrimdan boshlab Ipak yo'liga qiziqqan. Yaponlarning Mo'ng'ullarga qiziqishidagi sabab shuki, bizning askarlarimiz urush davrida ularning zaminiga kirgan. Yaponlarning Uyg'urlarga qiziqishidagi sabab shuki, Buddizm dal Uyg'urlar orqali o'rta tizlanlik ham Yaponiyaga tarqalgan. Dinshunoslar va madaniyatshunoslar Uyg'urlarni Buddizmning tarqalishidagi muhim bir bosqich deb taniydi. Yaponlarning Tibetlarga qiziqishidagi sabab shuki, ular Lama diniga ishonadi. Lama dini bo'lsa Buddizmning bir tarmoqi. Yaponlar Buddizmning haqiqiy holati Shizangda degan qarash bilan 100 yillar ilgari shu yerga borgan. Yaponlar Uyg'urlarga taklimakandagi sirliq madaniyatning egasi deb turib qiziqadi. Yaponlar 1500 yil ilgarilar millat bo'lib shakllanib bo'lgan. Bizda 3 xil qon bor. Biri Manju Mo'ng'ul qani. Bu xil qondagilar Hokkaido taraflarida ko'proq. Yana biri bizning qinimizda Uyg'ur omillari bor deb qaraymiz. Chunki 2000 yillar ilgari Uyg'urlarning bir bo'ligi Mong'oliya va Manjuriya taraflarida yashagan. Uchinchidan bizda Koreyliklar va Tayvanliklarning qini bor. Yaponlarning Uyg'urlar haqidagi tunji xotiralari milodiya 840-yillardan boshlangan. Milodiya 750-yillardan boshlab Yaponlar o'rda ishlarini o'rgangili Jungoga 17 qitim odam avatgan. Bu ish 840-yillargacha davom qilgan. Shu mezgillarda Mong'oliyada 10 tuman qirg'iz, 1 million Uyg'ur bor bo'lib, 1 million Uyg'ur 10 tuman qirg'izga yengilib, 3ga bo'linib har tarafga boradi. Bir qismi Sadijin tarafga boradi. O'nin degan bir rohib Vutaysanga berib yurganida Sadijin tarafga kelayotgan Uyg'urlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan. 1880-yili Nishtoko Zaboro degan odam Rossiyadagi elchilik vazifasini tugatib O'rta Osiyoning g'arbiy va sharqiy qismlarini tekshirgan. Ili buning ichida xeyli nuqtaliq o'rin bo'lgan. 1902-yili Otani Angilidagi o'qishdan qaytib 4 kishini tashkillab Uyg'ur bo'stonliqlarini tekshirdi. Bu chaqda u 26 yoshda edi. Yuqorqilarning tekshirishi madaniyat jihatdagi tekshirish bo'lib, siyosiy tekshirish 1906-yili boshlangan. Ayni davrdagi Yaponiya Rossiya urushida Rossiya mag'lub bo'lib, Yaponiyaning siyosiy obrazi dunyoda tiklanadi. Yaponiyaning siyosiy harbiy kuchi zo'rayish bilan birga Yaponlarning o'ziga bo'lgan ishonchimi oshadi. Shuning bilan dunyoning har qaysi bo'sh yerlariga nazar silishga boshlaydi. Yaponlar ayni vaqtda hozirgi Xinjiangda 1 yil 2 oy tekshirish olib borgan. Bu tekshirishlardan qolgan surat 500 parchadan oshadi. Klubimiz shu suratlarni turga ayirish va tadqiq qilish ishlarini qilyotdi. 1900-yili Yixituan qo'zg'alinidan keyin Jungo Yevropaga to'laydigan to'lamlarni hozirgi Xinjiang rayoni orqali chiqargan. Shu chaqda Yaponiya Shanxayga Sharqiy Osiyo Tongvin maktabi degan maktabni qurdi. Hayaside Kenjiro degan kishi bu maktabni 2-turkumda bitirib, Urumchida o'qituvchilik qilishga boshlaydi.
Bu 1905-yillarga to'g'ri keladi. 1906 yili Stomo degan kishi Shinjongni tekshirgili borganda, u Iharata Ichi degan kishini boshlab borgan. Bu 24 yoshlik bola edi. U ilida qilib harbiy maktabda o'qituvchilik qiladi. Shu chaqda uning 60 atrofida o'quvchisi bor bo'lib, ular Manju, Uyg'ur, Xanzulardan iborat bo'lishi mumkin. Rosiyni yengen Yaponiyaning kengaygisi kelib Uyg'urlarga qiziqayotganda, Angliya bilan Rossiya bu rayonga allaqachon qiziqliq edi. Bu chaqlarda Yaponlarda faqat tekshirishlar mavjud edi. Tadqiqot keyin Germaniya va Rossiyaliklarning munosabatlik asarlarini ko'rish turtkisida boshlangan. Urushdan keyin tashqi Mong'oliyani bevosita tekshirib tadqiq qilish boshlanib ketgan edi. Uyg'urlar va Tibetlar haqidagi tekshirish va tadqiqotlar 1980-yillarda rasmiy boshlandi deyishga bo'ladi. 1933-yili qurilgan atalmış Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bir qism muhim odamlari Yaponiyaga kelgan. Ulardan biri yaponiyalik ayolga uylangan edi. Ipak yo'li madaniyat klubi qanday sabablar bilan maydonga kelgan edi? 1980-yillarda Yaponiya iqtisodiy gullanib, qo'limiz pul kelgandan keyin tinchlikparvarlikni chiqish qilgan holda Kyotoda 1995-yili xalqaroliq diniy konferensiya ochgan edik. Men burun choypazlik madaniyatini almashtirish maqsadida bir qism Xanzu o'quvchilar bilan tanishgan edim. 1990-yillardan keyin Uyg'ur o'quvchilar bilan tanishdim. Keyin yana Shinjongga bordim. Men Uyg'urlarga qiziqib qoldim. Madaniyat almashtirish va o'zaro tushunish maqsadida bir klub qurishni o'ylab, yuqorqi yig'inda bu taklifni o'ttirib qo'ydim. Yig'in ahlining havolasi bilan klubni qurish va yetaklash ishini ustimga oldim. Klubning nomini Uyg'ur jamiyati desak, ish siyosiy jihatdan murakkablashib ketadi ekan deb, Yaponiya Ipak yo'li madaniyat klubi deb bekitdik. Mazkur klub qanday ishlarni qilyotdi? Klubning maqsadi O'rta Osiyodan kelgan o'quvchilarga yordam berish va O'rta Osiyo madaniyatini Yaponiya xalqiga tanishtirish. O'rta Osiyo madaniyatida Uyg'urlar g'olliq o'rin tutqashqa, biz nuqtaliq holda Uyg'ur 12 muqomini tanishtirishni qo'lga oldik. Biroq Yaponiyaga kelgan Uyg'ur o'quvchilarning ichida tabiiy fanchilar jiq, ijtimoiy fanchilar oz yoki yo'q hisobda. Şunu zarur bo'lgan xodimlardan qisilimiz. Bu jihatda odam tarbiyalashga tirishayotimiz. Uyg'ur tili tadqiqoti jihatdami bizga moslashib beradigan odam noyitimiz. Hozircha Uyg'urcha yaponcha so'zlik degan bir kitobchani tuzdik. Klubga qatnashayotgan Uyg'ur o'quvchilar haqida qanday ta'sirotga egasiz? Uyg'urlarda mahallaviy xarakter bek ro'shankan. G'uljilik o'quvchilar Yaponiyaga o'z yurtidan kelganlarga tarjimonlik qilish va mulozimat qilish jihatda bir qadar aktiv. Boshqalarni o'z yurtidan kelganlarga faolroq. Yaponlarning qaramoqqa bir-biri bilan kori yo'q. Ammo biror faoliyatda darhol o'yisha oladi. Uyg'urlar qaramoqqa o'yishqaq. Bo'libmi tamoq yeganda shundoq. Amaliyotda biror ishni qilganda kepi bir yerdan chiqmaydi, bir-biriga yopishmaydi. Masalan, Uyg'ur o'quvchilar ish to'g'riliq madaniyat ma'arif vazoratiga biror taklif sunmoqchi bo'lib, bu haqda ahvol egilash uchun ankit taqassaq, 100 odamdan oran 3-4 nafari ankit to'ldirib fikr sunadi. Uyg'ur o'quvchilardan buguni ikkisi birga kelib men bilan ko'rishadi. Ertesi ular ayrım kelib bir-birini manga çekiştiradi. Uyg'urlar hargizmi bir-birining yaxshi gapini qilmaydi ekan. Yaponiyaga o'qishga kelgan Uyg'urlardan 60 nafari oila bo'yicha Amerikaga chiqib ketdi. Uyg'urlar Amerikani bakli yaxshi ko'rsa kerak. Ular hamma narsa Amerikada bor deb qaraydi. O'zida bo'lmagan narsa nada bo'ladi? Ular yuqori tarbiya ko'rgan yoshlar. Ular imkon qadar o'z vataniga qaytib, o'zini tanitish kerak edi. Ular yot hokim madaniyatning ichida g'arq bo'lib yo'qib ketaversa,
o'zining xalqi ma'rifatsiz qiliversa, natijada bu millat dunyoga o'zining kimligini tanıtamay, ba bilan yo'q orliqida qiliveradi. Ular minglab, 10 minglab, 100 minglab o'qib, sifatlik bir qo'shin sifatida o'ttirig'i chiqishi kerak edi. Sizningcha bu yerdagi Uyg'ur o'quvchilar siz Uyg'ur yezlarida ko'rgan Uyg'urlarga o'xshamdi ekan. Chiroyi o'xshasimi, xulqi o'xshamaydi ekan. Taqvodor o'quvchilar mening nazarimda Uyg'urga o'xshagandek ko'rinadi. Ammo ularning ko'plari qatmalmaqandaq. Biz Uyg'ur diyoriga berib masjidlarga kirsak yoki nazarlarga borsak, jamoatning duo qilganini ko'rib, qo'limizni duoga ko'tarib qo'yamiz. Ammo musulmon o'quvchilar Yaponiyaga kelib ibodatxonalarga kirsa yoki o'lim marosimlariga qatnashsa, bizning diniy qoidalarimizni hurmat yuzasidan shaklan bejirib qo'ymaydi. Bu yerda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning ko'plari eti musulmon bo'lgan bilan rasmiy musulmonga o'xshab ketmaydi ekan. Sharoitga qarab o'zgarib turadi ekan. Turlik madaniyatlarning ta'siri ostida o'zining kimligini unutishga boshlayotgan Uyg'urlarga nimalarni degingiz keladi? Uyg'urlar har qanday yerda yashay oladigan iqtidorga ega. Til jihatdan boshqalarning tilini o'zlashtira oladi. Qo'shni millatlarning madaniyatini obdan biladi. Ammo Uyg'urlarning o'zining mushu alohidaligini tanib yetanmagan va joriy qildirilmagan. Ularning bu jihatdagi jasorati kamchil. Ular dunyoning har qaysi yerlarida o'qishga yuzlanib, o'zining afzalligini yetarlik ishga selishi kerak. Biz yaponlar boshqalarning tilini tezda o'rganamiz. Shundaqdimi bir ishni oxiriga olib chiqamiz. Qisqasi, Uyg'urlar o'zining kuchiga ishonishi va uningdan foydalanishi kerak. Sizningcha Uyg'ur bilim ahlilaridagi eng tub ojizlik nima? Eng tub ojizligi tashkillanib ish qilishni bilmaslik. Har biri o'z oldiga yurib o'zining nima ish qilishi kerakligini unutib ketadi. Ba iqtidorini xalqiga ko'rsatmaydi. Ayni vaqtda Mamtimin Qini va İlyar Shayxidillarning tashkillash iqtidori bo'lg'ashqa, Yaponiyada o'qib unvon olgan Uyg'ur o'quvchilarning maqolalar to'plami Umid degan kitobni nashrdan chiqara oladi. Bu qaltis ish bo'lgan edi. Sobiq Yaponiya bosh vaziri Jungzingin Nakasone Yasuhironing o'g'li madaniyat ma'arif vazoratining vaziri Mamtimin Qinini qabul qilib, u kitobga ilhom berish xarakteridagi beg'ishlama yezib bergan edi. Mana hozir bu yerdagi Uyg'urlarmi ko'paydi. Necha yuz odamdan undaq ishlarni qiladiganlar chiqmadi. Maqolalar to'plamining ikkinchisi tayyor bo'lganda, uningga mas'ul Tashpolat Amerikaga ketdi. Uchinchisini Ahmadjon mas'ul bo'lib chiqarmoqchi bo'lgan edi. Maqolalar tayyor bo'lmay chiqmadi. Rahmat sizga Shiroyishi apandi. Biz nayt yaxshi paranglashdik. Qimmatli fikrlaringizning o'zimizni bilish va savallikimizni tuzitishimizga ma'lum turtkilik roli bo'ladiganligiga ishonaman. Men yuqorqi so'zlarni davetib, qaysidir bir danoning nodonlikmi qo'rqinchliq, lekin hammadan da qo'rqinchligi bilim egallarining aqidasiz qilishi va o'zi to'g'ri deb qaragan ishlarni qilmasligi degan gapi esimdan kechdi. Qaraganda nodonlikmi zamonaviy bo'lsa kerak. Ma'lum bir kasbda olim bo'lib turug'liq insoniy burut jihatda qarab bitib qilish zamonaviy nodonlikning bir belgisi bo'lib, bu nodonlikni oqartish basi mushkul. Olimlarning nodonligi madaniy qotillikdan boshqa narsa emas. Tokioda qanchalik turasizlar? Deb so'radi Shiroyishi apandi. 2 oyning 28-kuni Beijingga uchamiz deb javob berdi Jamila.
Uninggacha qayerda turasizlar? Texa arzonroq mehmon saroy tepishimiz kerak. Shiroyishi apandi o'ylanib qoldi. Men bir amalini qilib baqay, dedi u. Sizlar tushdan keyin nima ish qilmoqchi? Tokiodagi kitobxonalarni ko'rgimba. U yer yiroq emas-da, dedim men. Shiroyishi apandi maxsus kitobxona joylashgan ko'chaga boradigan metro yo'lini aytib berdi. Biz sirtqa chiqdik. Yomg'ir to'xtagan bo'lsa-mu havo tutuq edi, lekin sovuq emas edi. Biz kitobxona ko'p bo'lgan Jinbocho ko'chasiga metro orqali bordik. Bir qancha kitobxonani aylandik. İngilizce asli nashrdagi kitoblarni ko'pkan. Har qaysi temalardagi kitoblarni xohlagancha topqilib o'qidik. Biroq kitoblar qimmat edi. Uning ustiga qimmat kitoblarni ep berib o'qib yurtimiz kishilarga deb berganda, u gaplarning to'tziq ko'pchilik yuzi bo'lmaydi. Kitoblarni qo'limga elib, yonchuqum, yurikim, yurtimdagi bilim qadri o'ttirisida talay qitim tatqushlandim. Oxir keynimga yondim. Jinbocho ko'chasini oila bo'yicha aylanib o'tib, Yipak yo'li madaniyat klubi ishxonasiga qaytdik. Ishxona degan so'zni qo'sh tirnoq ichiga ep qo'ydim. Sababi bu ham ishxona, ham uyga o'xshaydi. Endi uni uy deb elishimga ruxsat qilinglar. Uyda odam ko'payib qolgan edi. Amir va Shiroyishidan boshqa yana 4-5 ayol turardi. Bularning biri yapon bo'lib, Shiroyishi apandining xonimi ekan. Qolganlari Uyg'ur edi. Biz ular bilan yengil salomlashib divonga berib o'ltirdik. Ayollar o'choq beshidagi ishlarni davomlashtiryotdi. Tokiodek bir shaharda o'z millatimdan bo'lgan buncha ko'p ayolni ko'rib xush bo'ldim. Lekin nimishqidir ko'nglimda xiyol paydo bo'ladi. Uyg'ur ayollar biz bilan ko'rishganda ancha qizg'in emas edi. Ularga baqqanda Shiroyishi apandining xonimi bakrak qizg'in edi. Normal ahvolda notanish vatandoshlar yiroq bir yot elda tasodifiy ko'rishib qolganda tabiiy uyg'ongan qarindoshlik va taqdirdoshlik tuyg'usi bilan bir-biriga mehrlik muomala qiladi. Bu hol har qanday bir millatda mavjud. Bu haqda nurg'un ta'sirlik ekran ko'rinishlari, romanda chin badiiy tasvirlar bor. Ammo ko'z oldimdagi qarindoshlarim undaq emas. Ular bizga nisbatan parvosiz bo'lishga imkon qadar tirishqandek qiladi. Shiroyishi va uning xonimining insoncha qizg'inligi ularning so'rin salom sihhati bilan ro'shan selishtirma paydo qiladi. Ayollar ko'ktat oqlayotadi. Amir go'shtdan ovatadi. Bu hol bugun kashtiga dog'dug'uliq yeb ichishdan derak berib turadi. Shiroyishi apandi bugun ayolining tug'ilgan kuni ekanligini, buni xotirlash yuzasidan yaqin atrofda ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur xonimlarining yig'ilganligini, birdamgacha yana bir turkum Uyg'urlarning keladiganligini aytdi. Shiroyishi apandining xonimi Uyg'urlarning mijozi va yo'sullarini xeli tushunib qolgandek turadi. Uning bizga qilgan takalluplari Uyg'urcha edi. Uning qop-qora qirqim chochlari o'ralgan oppoq chehri, kulimsirab turadigan nepiz qalpuklari uni issiq chiroy ko'rsatdi. Biz oldimizga qo'yilgan bir piyola choyni tugatkicha paranglashdik. Surishtirsak, Shiroyishi apandi bizga qonalg'u o'qishib qo'yibdi. Bu qonalg'u ularga tonish birining beka uyida qiladi. Tokiodek qistin katta shaharda bizga haqsiz qonalg'uning tepilishi cho'ng nijotlik edi. Biz buningdan bakmo xushal bo'ldik. Biz qonalg'uga tezroq yetib berishni o'ylab, Shiroyishi apandidan qaytishga ijozat so'radik hamda bugungi tug'ilgan kun ziyofatiga qatnasholmaydiganligimiz uchun o'zr qo'ydik. Uyg'urlardan boshqa xalqlarda chaqirilmagan so'rinlarga qatnashmaslik haqidagi ijozatlar tamoman yo'lliq bo'ladi. Bundaq ahvolda sohibxona mehmonga ortiqcha eslavanmaydi. Shiroyishi apandi bizni olib qo'yish uchun o'rnidan qo'zg'aldi. Paltosini va shlapisini kiydi. Jamila Shiroyishi xonimning oldiga berib uning tug'ilgan kunini tabrikladi. Men uningga jo'r bo'ldim. Biz uydagi hammalarga xo'sh dedik.
Uyg'ur ayollar qoida yuzasidan o'ltirib menglar deb qo'yishdi va ishlariga mashg'ul bo'lishdi. Bizni ishikkicha uzutib chiqqani Amir va keyinroq yetib kelgan Sayfiddin bo'ldi. Sayfiddin meni xeli burundan taniydi ekan. Uning qaynotasi mening burungi xizmatdishim va hozirgi qo'shnim edi. Shiroyishi apandi bilan xeli uzun mangdiq. Gugum tushganda mashina bir xalta ko'chaga burilib ozroq mangandan keyin bir eshikning oldida to'xtadi. Bu g'oylilik 2 qavatlik uy ekan. Bir mo'may eshikni ochdi. Orqadan bir kishi paydo bo'ldi. Biz ular bilan salomlashdik. Mo'may nihoyat qizg'in edi. U Bulbulnaz va Bobur bilan xuddi cho'ng onasidek salomlashdi. Buningdan ko'nglimiz ilib qoldi. Kichikkina hovlida har xil manzara daraxtlari o'stirilgan edi. Bizni qarshi olg'ili chiqqan erning ismi Fukushima ekan. U bizni uduldagi bir eshikka boshladi. Eshikdan kirishimiz bilan pashtoq bor ekan. Biz yog'och pashtoqni bo'ylab 2-chi qavatga chiqdik. Fukushima apandi eshikni ochib chiroqni yoqdi va bizni uyga boshladi. Taxtay polluq uy ozoda ham pokiz edi. Bir bulungda gaz o'choqmi turadi. Fukushima bir chetda qatloqliq turgan gilamni pol ustiga yoydi. Ondan tam ishkovidagi yotgan ko'plarni pastga oldi. U atiki nashtida gaz o'choqda sut qaynatib ichishimizni eskartdi. Buningga yaqin bir eshikni ochib, "Mana bu muncha va hojatxona" dedi. U uydagi manqulatlarni biraqur tushuntirib o'tgandan keyin pastga tushib ketdi. Uning qiliqlari mehmon saroylarining kasbiy kutkuchisidek chaqqan edi. Birdamdan keyin mo'may chiqib bizdan hol so'radi. Uning oppoq bo'dak sochlari uni xeyli olibdi ko'rsatdi. U nil rang kopti ustiga jiletga kiyib olgan edi. U to'limi muloyim va astoydil bo'lib, uydagi bizga kerakli narsalarning to'liq yoki to'liq emasligini surishtirib bo'lgandan keyin bizga yaxshi tushtiladi. Ayol o'tmay Fukushima apandi bir patnosda meva ko'taginicha chiqib keldi. U patnosni pakar ustalga qo'ydi. O'xshagan banan, olma va uzumlarga o'g'lim Bobur ixtiyorsiz qo'l uzatib tashladi. Fukushima apandi va biz kulib tashladik. Bunchalik qayib ketmasanglar bo'ladi. Biz xijil bo'lib qoladi ekanmiz, dedi Jamila Fukushima apandiga. Men sizlarning yurtinglarga borgan. Bir qitim kuzda Xotanga borsam, kishilar meni mo'l dasturxonlari bilan mehmon qildi. Sizlar Uyg'urlar mevani bek yaxshi ko'radi ekansizlar. Mehmonlarning oldiga meva ekanmisanglar ko'nglinglar unamaydi ekan. Shunga men sizlarni meva bilan mehmon qilay dedim. Lekin sizlar kutgandek kutanmaydi ekanmiz, dedi Fukushima apandi Jamilaga javoban. Fukushima apandining bizning qoidamizga bo'lgan hurmat hissiyotidan mamnun bo'ldim. Millatlar bir-birini mana shundoq tushunishga urinsa va bir-birini hurmatlasa, qandoq yaxshi bo'lar edi, ha? Biz ta'kidlayotgan ma'naviy madaniyat shundoq yerlarda gavdalik ifodalanadi emasmi? Biz yaqin atrofdagi magazinga sut va pranik olg'ili chiqdik. Fukushima apandi bizga hamroh bo'ldi. Uyga qaytib kelgandan keyin u biz bilan xo'shlashdi. Biz bir-birlab yuyundik. Yaponiyada haqiqatan munchisiz uyning bo'lmaydiganligiga bugun ishondim. Mushu oilada faqat birla munchi bo'ladi deb o'ylagan edim. Lekin biz yotgan bu uydami issiq suyi tayyor munchi turadi. Bizning yezidagi boylarimiz xeyli hashamatlik uylarni soladi, lekin munchini o'ylashmaydi. Aslida pokizlik musulmonlarga mansub emasmidi? Yotgan ko'plarmi nihoyat pokiz edi. Kirliklarmi oppoq uy, oppoq yotgan, oppoq kirlik,
odamning tuyg'usiga hurlik lazzati ato qiladi. Bu oqliq yapon ayollarining suvdan chiqmaydigan mehnatkash qo'llarini eslatadi. Ila ayollarimi ishdan keladi. Beka bo'lib qolsa o'choqning atrofini suvab turadi, yer surtadi, tam oqlaydi, gul sug'uradi. Go'yo iymon aytgan yapon ayol bo'lsa, uni amringa olsang, u uy ishidagi inchika pokizligi bilan seni so'yindirdi degim keladi. Atigandan kashkicha mengib yurgan balalar yetib uxlab qoldi. Shiroyishi, Momay va Fukushimalarning bizga yetkazgan shafqati madaniyat klubi ishxonasidagi Uyg'ur ayollarning so'g'uq talatini yana bir qitim eslatdi. Shiroyishi biz bilan bo'lib ketgan siri ularning bizga bo'lgan parvosizligi shuncha adab ketdi. Nima ish bu? Biz vatandosh, tildosh, dindosh, taqdirdosh emasmi? Yaponiyaga nisbatan ularmi musofir, bizmi musofir? Qani bu yerdagi o'rtaq tuyg'u? Biz Yaponiyadami xo'jayin talishib o'rpish vatandoq nima? Ushtum tut Amerikalik jamiyatshunos David Rismanning Tanha avom degan kitobidagi bir atalg'i esimga keldi. U kitobida Amerikaliklarni o'zgiga moyil tipli xalq deb sifatlagan edi. Amerikaliklarning feodal an'anasi va diniy madaniyat an'anasi bo'lmag'achqa boshqalarni yaklaydigan xarakterdan xoli emish. Uning qarashicha o'zgiga moyil xalq bo'lish deganlik o'zini boshqalarning bahosiga loyiqlashtirib ta'riflashdan iboratkan. Amerikaliklarda anglo-saksonlarning an'anasi bor. Ular o'zining an'anasidan voz kechgan xalq emas, balki uni yer shari miqyosida kengaytirishga urinayotgan xalq. Amerikaliklarda g'oliblik hissiyoti kuchli bo'lg'achqa boshqalarni yaklashni emas, qo'shib berishni o'ylaydi. G'oliblarning boshqalar bilan do'st bo'lishidagi maqsadi ularni o'zgartib o'ziga yo'ldosh qilishdan iborat. Rismanning gapi bizning huyimizni aks ettirib bergandek tuyuldi. Bizmi boshqalarga moyil tipli xalq. Lekin Amerikaliklarninkidan farqimiz bizning qadamiy tariximiz va e'tiqod an'anamiz bor. Bu jarayonda shakllangan alohida madaniyatimiz ham bor. Lekin bizning bu haqdagi tonishimiz tuyg'u holatida to'xtab qolib, aqliy pallaga yuksalanmagan, sistemlashgan fikr holatiga kelanmagan. Shunga o'z qimmat qarashimizni harakatimizga yetakchi qilolmay, boshqalarning qimmat qarashi bo'yicha ish ko'ramiz. Shuning bilan zo'r bir xatolik o'tkazganda shalliq o'tmishimizni tilga ib qo'yamiz. Biz yaqin tarixdan beri o'z markazimizdan qochib keldik. Boshqalarning tayyor aqliy sistemasiga yiqilishanmaganligimiz bilan o'zimizni madaniyatlik deb o'lchadik. Boshqalarga qancha o'xshay olsak, o'zimizni shuncha ilg'or hisobladik va buning uchun o'xshamay qolganligimizdan o'ng peshona bo'ldik. Biz har bir ajnabiy madaniyatni ko'rganda ajdodimizni qog'idik. Chopinimizning peshini boshqalarning chopiniga qarab qisqartdik. Tambal va choshlarimizni shundoq qildik. Biz izchil turda o'zimizga taalluq narsalarning hammasini qisqartdik. Oxir na boshqalarga, na o'zimizga o'xshamay qoldik. Bir-birimizning ko'ziga sig'ishmay, bir-birimizga xuy ko'rsatib muzur qoqadigan, bir-birimizning holiga yetishni qo'limizdan kelmaydigan ish hisoblab, bir-birimizga ortiqcha odam bo'lib tuyuladigan bo'ldik. Dunyo qarash, e'tiqod jihatda hadisalar markazidan chatnavagan xalqning puhrolari boshqalardan nijotchi izlashni yaxshi ko'radi va erishgan nijotchisini bir-biridan qizg'anadi.
O'qigan ma'lumotli odamlarimizning Iroq Yaponiyaga berib Shiroyishi apandiga bir-birini cheqishi va chiqimchilikni jon beqish tasmoyisi sifatida xalqaralashtirishi yuqorqi gapimizning dalili. Madaniyatning markazida turadigan negizlik qimmat qarashi buzilgan millatning tabiati nomusni bilmaydigan bo'lib ketadi degan gapning isboti shu bo'lsa kerak. Sınashtidan keyin bollarni Tokyo munorini ko'rsatgili opadik. Tokyo munori 1958-yili qurilgan bo'lib, egizligi 333 metr, eg'irligi 4000 tonna keladi. Munorning ustida 7 televiziya stansiyasining bevosita taqitish uskunasi, 21 radio stansiyasining va televiziya stansiyasining bostiliq taqitish uskunasi bor ekan. Munorning shakli Parijdagi Eiffel temir munoriga o'xshash bo'lib, Eiffel temir munorining egizligi 320 metr, eg'irligi 7000 tonna edi. Munorning ostida 3 qavatlik bino bor edi. Kirish eg'izining o'ng tarafida tunji qitimliq janubiy qutb tekshirishiga opirilgan ishtlarning haykali bor edi. Binoning birinchi qavati oromgoh bo'lib, qahva yoki choy ichib o'ltirsa bo'ladi ekan. İkinci qavati magazin edi. Üçüncü qavatida Sham haykallar bor ekan. Sham haykallar dunyo tarixidagi mashhur voqealar va mashhur siyosiy yo'llarning simosini aks ettirib bergan edi. Balalarga hammadan bak ta'sir qilgani Olgir Dantening Iloh komediyasi asridagi jahannamning tasviri bo'ldi. Bobur bu dahshatli ko'rinishning oldida uzoq turishga jur'at qilolmay qochib chiqib ketdi. Sham haykallarning cho'ngligi rost odamlardek bor edi. Oliy yeshil chiroqlarning o'chib yenib turishi Sham haykallaridagi tasvirning unumini tig'ima oshiratdi. Biz bularni ko'rib bo'lgandan keyin lift bilan munorning 250 metr egizligiga chiqdik. Ko'rish supasining 4 atrofi aynak bilan qoplangan edi. Dastlab turgan yerimizga mu aynak to'nib qo'yilgan bo'lib, pastga qaraganda odamning beshi qoyatdi. Ko'rish supasining janub, shimol, sharq, g'arb taraflariga birdan teleskop qo'yilgan bo'lib, uning bilan yiroqdagi manzaralarni kuzatgili bo'ladi ekan. Qur'onda temirda nurg'un xislatlarning borligi aytilgan. Vaholanki, Qur'onda bishoratlangan temirdagi xislatdan g'ayri musulmonlar bakrak foydalangan edi. Oyig'im ostidagi temir munor temirdagi xislatlarni echishning va uni echishdan kelgan iqtisodiy zafarning simvoli edi. Uningda sanoat bilan san'at birlashib ketgan edi. Aytilishicha, Eiffel munori 1889-yili qurilganda yarmanka nuqtasi ekan. U mablag', soda, foydani markaz qilgan kapitalistik egilikning namoyon qilinadigan o'rni, shundoqla mexanika va dinamikaning ifodasi. U foyda manfaat turtkisidagi davrning sanoatning yezigiligi ustidagi g'alabasining simvollik alomati edi. Bu ba'ayni putini kerib gediyib turgan Namrudga o'xshaydi. Temir munorida san'atmi, sanoatmi, iqtisodmi, ideologiyami hammasi bor edi. Biz Tokyo munoridan qaytdik. Jamila bollarni elib Yokohamada o'tkaziladigan ilmiy muhokama yig'iniga ketdi. U yerda maqola o'qimoqchi edi. Men Jinbochodagi kitob bozoriga bordim. U yana yarim kun qong'icha aylanmoqchi bo'ldim. Bu maxsus kitobxona ko'chasi edi.
kitobxonalarda yapon tili, ingliz tilidagi kitoblar ko'p edi. Men maxsus ingliz tilidagi kitoblarni oqtirdim. O'rta Osiyoga oid ingliz yoziqidagi kitoblarni uchratdim. Lekin ziyoda qimmat bo'lg'achqa ololmadim. O'rta Osiyo madaniyatiga oid qattiq tashliq bir kitobni Koni kitoblar bozoridan payqab qoldim. Bu kitobning bahosi 10 ming yuan xalq puliga to'g'ri keladi. Koni kitoblar bozori nihoyat mukammal bo'lib, Koni kitoblarning bahosi bir qism yangi kitoblarning bahosidan yuqori bo'ladi ekan. Kitobxonalarning mulozimati nihoyat yaxshi ekan. Mulozim qizlar siz setib olgan kitoblarni muqobilab beradi ekan. Pul topshirganda sizga rahmat deb ta'zim qiladi ekan. Mangan vaqtingizda xo'sh deb uzatib qo'yadi ekan. Bizning yurtimizda kitobxonalarga kirsangiz, mulozim xonimlarning so'zilib o'ltirganligini ko'rasiz. Ularning oldidagi har bir xaridor ularni ovora qilayotgan bezang odamlar bo'lib ko'rinadi. Siz pul to'lasangiz, pulingizdan gumonlanib o'rib-cho'rib qaraydi. Bu chaqda siz uning gumonxo'rligi tarafidan haqoratlangandek bo'lasiz. Ular pul qaytarganda pulni chiroyingizga qaramayla peshtaxtaga tashlab qo'ydi. Chechilgan pullarni o'zingiz ratlab olasiz. Eshikdan chiqqanda eshik qaravullari og'in kitoblaringizdagi tamg'ularni va talonlarni tekshiradi. Yaltiroq xalta talab qilsangiz, xaltani oldingizga tashlab berishadi. Siz bundoq muhitda kitob o'qiydigan odamga loyiq oliyjanoblik izzatiga hargiz erishamaysiz. Doshqozon sotsializmi o'qirmanlarni kitobxona oldidagi, yozuvchini nashriyot oldidagi hojatmanlarga aylantirib qo'ygan. Kitob va kitobxonalar bilan xo'sh yo'qlar, kitobxona mulozimatchisi sifatida o'ltirib, kitob og'allarni ko'nglida "Hey ahmoqlar, taraqlab turadigan pulni eski qog'ozga xajlab yurganinglarni qaranglar" deb ayblashi mumkin. Bizda nashriyotda ishlaydiganlarning ko'pinchisining yozuvchi bilan xo'shi yo'q. Chunki yozuvchi gadoy, nashriyotchi boy. Bir qitim mashhur yozuvchimiz Zo'rdun Sabir aka bir kitobxonada kitob ko'rib etib puti telib ketgan va yenidagi bir o'rindiqda o'ltirgan. Shu chaqda bir xonim kelib, "Bu yer qiroatxona emas" deb o'rindiqni tortib olgan. Bizdan boshqa elde Zo'rdun Sabirdek odamlarning bir kitobxonaga kirishi shu kitobxonaning shon sharafiga aylanib maxsus imzosi e'lanadi. Vaholanki Zo'rdun Sabir Uyg'ur kitobxonasida bir o'rindiqqa erishanmagan. Xalqning kitobxonalarida o'ltirib kitob ko'radigan maxsus divanlar, qahva ichib paranglashadigan salonlar bo'ladi. Bizning g'ofil mulozimatchimiz Zo'rdun Sabirning kitobini setib noyaydi, lekin Zo'rdun Sabirni tonimaydi. Kishilik izzatning nimaligini bilmaydi. Tutun tushdan keyingi vaqt kitobxona aylanish bilan o'tdi. Kashkirishga boshladi. Men yo'lning u tarafiga o'tib metroning Jinbocho eg'iziga keldimda ayolimga telefon berdim. U Muxtar Maqsudning bizni kutib turganligini aytdi. Men metroga ishkirlab kirdim. Jamila va Bolla bilan u yerda tepishib, Muxtar apandi saqlagan yerga qarab mangdiq. Biz yo'lni obdan bilmagachga xeyli kechikib, oxir Muxtar Maqsudni topdik. U terikkan holda bizni kutib turgan ekan. "Sizlarni uzatqash uzoqroq paranglashib olamiz desam, vaqt zoyi bo'lib ketdi", dedi u o'zini tutib olib. Men o'zri qo'ydim. Muxtar bizni yaqin atrofdagi bir yaponcha oshxonaga boshladi. U g'izolarni o'zi bilgancha olmon-talmon buyurtdi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin kutkichi ayol beliq kaboblari va har xil dengiz yemakliklarini oldimizga tizdi. Notonish g'izolar bilan oshqon qo'saqlarimiz xeyli obdan issiq bosdi. Muxtar pat-patla soatiga qarab qo'yatdi. U Nagoyaga boradigan oxirgi top poyezdi ketib olishni o'ylaydi. "Bizni deb kechikib qolmang. Bizni saqlig'iningizda yetib oshadi", dedim men Muxtar Maqsudga. "Vaqt ozroq bor, yegash paranglashayli", dedi u. Biz paranglashdik. Parangimiz eli Yaponiya, eli vatan, eli yaponlarning mijozi, eli Ipak yo'li klubi, eli Yaponiyadagi Uyg'urlarga ko'chatdi. U masalalar ustidagi qarashlarini agitib o'ltirmay bir ikki ig'iz gap bilan tuzli o'ttiriqqa qo'yatdi.
U o'zining yaxshi ko'nglini padazlab o'ltirmay siydamla izhor qiladi. Men uningga Yipak yo'li klubiga borganimni aytganimda, u mening ta'siratimning qandoqligini so'radi. Shirayishi apandi bizni nihoyat qizg'in qarshi oldi, dedim men javoban. Suhbatimiz joyida bo'ldi. Ammo Yipak yo'li tadqiqoti bir ikki nozinin qizning usulidan iborat bo'lib qolgandek turdi. U yerda teg rasmiy ilmiy tadqiqot boshlanmabdi. Ilmiy odamlarmi u yerga yaqin yo'litilmagandek turamdi nima? Shu ishlarni yaponlarning samiga silib, ularning yordamini qo'lga keltirishga urinadiganlar yo'q, dedi Muxtar. Yig'ilib tomoq yegash, tog'dan bog'dan paranglashadiganlar ko'p bo'lsa kerak. Paranglarimiz rivojlangan sari o'zimizni unutib ketdik. Oldimizdagi g'izolardan birari yeyilib tugisa, Muxtar yana buyurdi. Muxtarning mijozi kishiga huzur beradigan mijoz edi. U chiqishqoq ham parangxumar edi. Qarindoshlik, do'stlik, muhabbatlik parang, issiq bosqudek g'izolar meni rohatlantirib tallarim yayrab qoldi. Muxtar amdi mangmisi bo'lmaydi. U atiki xizmatga vaqtida berish kerak edi. Biz qo'llarimizni chin siqishib xo'shlashdik. Haqiqiy bir Uyg'ur yigiti yaponlarning ajoyib g'aroyib madaniyatining ichida o'ngib ketmabdi deb o'yladim ichimda. Tokyoga kelganimizning 3-kuni Shinjukuga berib aylandik. Yana u yerdagi cho'ng bir kitobxonaga kirmasam ko'nglim unimadi. Kitobxonani yarim soatcha aylandim. Ondan Akihabaraga bormoqchi bo'lib bekatga yo'l oldik. Shinjukuning ko'chalari va do'qmushlari aldirash odamlar bilan ovotlashib ketadi. Palak taqashgan binolarda istroliq sindavrang va yoki ranglik ekranlar yinib turadi. Quyosh nuri binolardagi ranglik aynaklarda har xil aks etadi. Bugun ko'k osmon teximi egizlab ketgandek edi. Shamol binolar orasidagi tor rastalarni bo'ylab yenik oqatdi. Bir do'qmushga kelganimizda 5 nafar san'atkor diqqatimizni tortdi. Men ularga yiqillab bordim. Ular nashrdan chiqqan plastinkalarni davrang sifatida tiklab qo'yishib, qator tizilishgancha bir kuyni o'rindadi. Kuyning larzi yurakimni sho'rrida eritib tashladi. Men turgan yerimda ketib qoldim. Tomirimda qon aralash tuyg'ularning to'lqini. San'atkorlarning uchi qora tanlik, ikkisi oq tanlik bo'lib, chalg'ulari zamonaviy chalg'ular bo'lmasdan tamoman yerlik chalg'ular edi. Ularning harakati yangratqudan chiqayotgan kuy bilan tankash edi. Ular qadamini kuyning ritmiga moslashtirib yotgaydi. Kiyim-kechaklarning ranglari o'zgacha edi. Menga bo'shliqdagi oftoblarmi mayin chayqalayotgandek bilindi. Tamoyishchi kishilar ko'payishga boshladi. Egiz bir oqdallik ayol bo'ynidagi sharpisining ikki uchini tutqunicha musiqining ritmiga keltirib tavrinishga boshladi. U putlarni yenik elib yenik qo'yatdi. U musiqining sehriga berilib o'zini butunlay qo'yibdi. U menga choy qilib turgan bir romka viskidek ko'rindi. Birdamning orliqida sozandilar bir muncha chiroyli qizlarni cho'rasiga yig'ib oldi. G'uncha bo'y chiroyli bir oqdallik qiz sozandilarga yondashib soz chelayotgan qiyofatda bo'lib ularga jo'r bo'ldi. Men san'atkorlarning va heliqa ayol bilan qizning o'zini qo'yib etishidan huzurlandim. Shu daqiqada Xudoning insonlarni haqiqatan so'yimlik yaratganligini payqab qoldim. Ayolim meni noqidi. Vaqtning qisitishi bilan men ulardan yiroqladim. Vujudimda san'atning ta'mi xeligicha yeshilmadi. Bugun men haqiqiy san'atkorlarni ko'rganligim uchun xushal bo'ldim. Yaponiyadagi mashhur san'atkorlar avval ko'chada naqshi aytadi ekan. Ular ko'chada yetilib kishilarning diqqatiga sazovor bo'lgandan keyin televizor ekranlariga chiqalaydi ekan. Tok poyezida Akihabaraga qarab yo'l oldik. Yo'lning yoqasidagi gulliklar, ko'llar, sakuralar ko'z oldimizdan g'o'yildab o'tib kaynimizga tashlandi. Akihabara g'oyat zo'r elektr uskunalari bozori ekan. Bu yerda odam nihoyat ko'p bo'lib, tozaliqmi Tokyoning boshqa rayonlaridan nachar edi.
Bu yer ba'ayni Urumchining Xualin savdo bozoriga o'xshaydi ekan. Do'konlar bir-biri bilan yondosh, narsalarning tizilishimi radsiz, odamlar mixildaydi. Kompyuter, telekamera, fotosurat apparati qatorliqlarning eng zamonaviy nusxalari bu yerda bor edi. Eng ilg'or raqamli kameradan birini, Napsyan kompyuteridan birini olmoqchimi bo'ldim. Lekin uni o'qitish ishlarimda ishlatsam baribir o'tgan darsimga loyiq maosh ololmayman. Mening har qitimliq darsga qilgan aqidam lillo tushunilib boqmadi. Uningga loyiq javobmi bo'lmadi. Shuning bilan bo'ldi qildim. Shuncha cho'ng bozorni piyoda aylanimiz deb herib ketdik. Biz oshxonaga kirib, aram og'ash kashlik tomoq yedik. Amaliyotda kashlik tomoq yegidek kashma bo'lib ketmagan edi. Biz bolalarning orzusiga asosan Disney bog'chisiga bormoqchi edik. U yerning oraliqi xeyli bor bo'lib, vaqtni ching tutib tomoqlanib olishni to'g'ri topdik. Biz Disney bog'chisiga borguncha yomg'ir tushib ketgan edi. Vokzaldan chiqib bog'chaga boradigan ko'chaga kirganimizda yomg'ir to'xtabmi qolgan edi. Lekin oyog'i uzilmagan odamlar eqimi ko'chani bir og'an holda qaytishmoqda edi. Buni ko'rib bolalarning ruhi tushib ketdi. Biz bolalarning Disney bog'chisini ko'rish orzusini qondirmasak, ularga umrlik qarzdor bo'lib qolamiz deb o'yladik. Qandoqla bo'lmasin biz bog'chi tarafga minib edik. Bog'cha texta qolmagan edi. Bizga o'xshash kashki xaridorlarmi oz emaskan. Biz odam beshiga birdan bilet oldik. Bilet bahosi 150 yuan xalq puliga to'g'ri keladi. Bu yaponlarning o'ziga nisbatan yo'q hisobdagi pul edi. Zinnat chiroqlari hamma yoqni yo'ritib etgan. Yomg'irdan keyingi kashki havo salqin va arombaxsh edi. Bugun aldirash holda eng ko'p yo'l yurgan bo'g'ashqa bizga hordiq yetishga boshlagan edi. Bog'chaga kirib turishimizga sayi tamoda o'ltirishliq o'quvchim Saltanatdan telefon keldi. U tamoq etib yo'limizga qarab turganligini aytdi. Men bog'chada bolalarni aylantirayotganligimni, bizni saqlamay aram og'ash turishini, mangadigan chog'da telefon qiladiganligimizni dedim. Bu yerda kirish biletining o'zi bilan butun bog'chaning hamma yeriga kirgil bo'ladi ekan. Biz bolalarni faqat 6 o'ringa boshlab kiraladik. Bak kashf bo'lib ketgachga qaytmoqchi bo'ldik. Bolalar domsi ishdi. Amaliyotda biz 80 gektar keladigan Amerikadagi Disney bog'chisidan cho'ng bu bog'chining nayta oz bir qismini ko'rdik. Chat elga chiqishning qiyinligida bundoq fursatning yana qachon kelishiga bir nima degili bo'lmaydi. Bizmi buningdan afsuslandik. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Tokyo Disney bog'chisi 1983-yili 4-oyning 15-kuni rasmiy ochilgan ekan. 2000-yili bu yerga kirgan sayohatchilarning soni 17,300,000 odam qatimiga yetgan. Bu yerga kiradiganlarning soni bag'ansira Amerikadagi Disneyga kiradiganlarninkidan eshib ketgan. Bog'chining ko'rinishi fantaziyalik tusga boy bo'lg'ashqa bolalarni sehrlab oladi. Saltanatning uyiga bog'icha kech soat 10 dan eshib ketdi. Eri Ahmadjon Omiya vokzalining chiqish eg'izida bizni saqlab turgan edi. Biz uzoq mangmayla ularning uyiga yetib bordik. Uy bir binoning 4-qavatida edi. Saltanat oldimizga chiqib bizni qarshi oldi va uyga boshladi. Er ayol mening Urumchi tajriba o'ttir maktabdagi o'quvchilarim edi. To'liq 1-yillik o'quvchilarni tabiiy fan va ijtimoiy fan sinflariga ayirishdan ilgari har ikkisi mening sinfimda edi. Keyin Ahmadjon tabiiy fan sinfiga ayrilib chiqib ketdi. Saltanat ijtimoiy fan sinfining o'quvchisi sifatida mening sinfimga tava bo'ldi. Ular bilan ko'rishmaganga 10 necha yil bo'lib qolgan edi. Mundaqcha aytganda, men ularni 1990-yildan keyin tuzuk ko'rmagan desam bo'ladi. Saltanat Xinjiang Pedagogika universitetining adabiyot fakultetini 1993-yili bitirgandan keyin Beijing universitetida 1 yil rus tili o'rgangan. 1996-yili Yaponiya Tokyo universitetiga tadqiqotchi o'quvchi bo'lib kirib, 2003-yili Kyoto universitetida madaniyatshunaslik bo'yicha magistrlikni tamomlagan. U hozirmi Tangritog' madaniyat almashtirish jamiyatida yaponlarga Uyg'ur tilidan dars o'tib berib etibdi.
Ahmetcan 1994-yili Beijing Universitetining Geologiya fakultetining yer shari ximiyasi kasbini bitirib, 2003-yili Yaponiya Kyoto Universitetining yer shari ilmi, ya'ni geologiya bo'yicha doktorlikni tamomlabdi. Hozir u Yaponiya Go'har tadqiqot jamiyatida ishlab etibdi. Ularning har ikkisi menga yot emas edi. Shunga paranglarimiz tabiiy rivojlanib, ko'ngillik tus oldi. Külkilik sadda o'quvchilik turmushi haqidagi aslamalar vatanni seg'inish hissiyotimizni namoyon qildi. Ayol ikkisi Tangritog' madaniyat almashtirish jamiyatini qurish va faoliyat uyushtirish jarayonidagi ishlarni so'zlab berdi. Saltanatning atgan lag'mini bizni saqlab sovib qolgan bo'lsa-mu xeyli issiq bosdi. Babur ularning Yaponiyaga yangi kelgan o'g'li Danishjon bilan birdamdili chiqishib ketdi. Yaponiyadagi eng oxirgi bir kechada o'z qarindishimdan bo'lgan ayol o'quvchilarimning samimiy mehriga bo'linib, put-qo'llarimni so'zib qenib uxlabdiman. Ertasi nashtadan keyin biz ular bilan xo'shlashdik-da, Narita xalqaro aerodromiga qarab yo'l oldik. Yo'lda mashinalar ko'p bo'lg'ashqa, biz chiqqan avtobusning sur'ati ko'ngildagidek bo'lmadi. Aerodromga berib, oldinala avatgan yuk taqlarimizni elib, yana o'tkazib rasmiyat bejirgacha tarlab ketdik. Chunki vaqt qistamaqdi edi. Yukimizning eg'irligi o'lchamdan 6 kilogramm ortiq chiqdi. Buningga to'liqlab haq olmagani uchun xushal bo'ldik. Beijingda undaq bo'lishi mumkin emas edi. Biz chiqqan aeroplan Pokistonning edi. Aeroplanning o'rindiqida o'ltirib bo'lgandan keyin dedik. Qiroatdan keyin aeroplan havo bo'shligiga ko'tarildi. Shunday qilib oila bo'yicha Jungoga qaytdik. Yana bir qancha kundan keyin yulduz jilg'isini ko'ramiz. Havoda ketib etib turli o'y xiyollarning ichida teliqqandek bo'ldimda, Rossiyaning atog'liq yozuvchisi Aleksandr Soljenitsynning Gulxon va Cho'millat degan nasrini o'qidim. Men pordab ketgan bir o'tinni Gulxonga tashladim. Lekin u o'tinning ichida mig'-mig' cho'milining baliqiga diqqat qilmabdiman. O'tin chirsildab ko'yishga boshladi. Cho'mililar uning ichidan o'milab chiqib taraf-tarafga qochdi. Ular o'tinning ustida o'zini har yon uratdi. O't yalqinida tortishib ko'yishga boshlab-atdi. Men o'tinni chetga tortib etdim. Shuning bilan nurg'un cho'mililar o'limdan qutulib qoldi. Ular qumliqqa, qarag'ay yo'pirmoqlarga qarab yomishishga boshladi. Lekin g'alati yeri shuki, ular Gulxonning yenidan neri ketmadi. O'zlaridagi vahimadan xalos bo'liblar, yana kayniga burilib, Gulxonning atrofida bir azob yiqirdi. Qandoqdir bir xil kuch ularni qaytib kelishga, o'rtinayotgan makoniga qaytib kelishga undamoqda edi. Oxir nurg'un cho'mili ko'yayotgan yiliqi o'tinga qaytadan yomashdi. Uning ustida g'ujmak holati turg'unicha ko'yib kulga aylandi. Autor bu kitobni 2002-yili Kanazavodi yezishga kirishib, 2004-yili Urumchida tamomlagan.
Avtori Abduqodir Jaloliddin. Mas'ul muharriri Aziz Turdi. 2009 yılı 11 aydan başlap ovozga elinib, 2010 yılı 2 ayda bu asarning ovozliq nusxasi tayyorlandi. Ovoz operatori Ömerjon Sunun. Mikrofon oldida Abduqayyum Imin.